Spirtli ichimliklar tarixi salkam insoniyat tarixi bilan teng. Avvaliga mahsulotni achitib tayyorlashgan. Undan keyin odamzod distillatsiyani, ya'ni qaynatib bug'dan spirt olishni ixtiro qilgan. Undan keyin mamlakatlar ko'payib ketgan. Keling aka. Hop. Ha? Alo. Ha. 3ta unisidan, ha 2ta bunisidan. Yo'q, xavotir olmang, xavotir. Ortib qolmaydi, yetadi. Yetadi 3ta. 3ta dedikmi 3ta. Tamam. Ko'paytirish yo'q. Ko'pi zarar. Tamam. Qaysi biridan? Aka, bizga 3ta tuzlagan bodring bilan 2ta aroq bering. Mana 2ta aroq. Bodringni qo'shni do'kondan olasiz. Mana. Salomat bo'ling. Rahmat. Nimagadir ichkilikni yaxshi ko'radigan odamlar bodringni xush ko'rishadi, ayniqsa tuzlaganini. Biz hikoya qilayotgan voqeada ham Natasha Ahmedning uyiga bir shisha aroq bilan 4ta bodring ko'tarib keldi.